O'zini bilgandan beri singlisi Malika bilan birga Toshkent chekkasidagi bolalar uyida yashardi. U ota-onasini eslolmasdi, lekin ba'zan xayolida katta, chiroyli uy, devorlarda gilamlar, mehmonxonada esa oppoq royal paydo bo'lardi. Ba'zan shu uy unga tushida ham kirardi. U bu haqida tarbiyachilarga aytganida ular kulib qo'yishardi. Bunaqa hashamatli uyda yashamagan bo'lsang kerak, derdi ular. Bu shunchaki tushlaring, bolam. Ota-onasi boy bolalar bu yerga tushmaydi-ku. Jimgina xo'rsinardi, lekin o'sha yorqin, chiroyli uy xotirasidan chiqmasdi. Uning yana bir jihati bor edi, u boshqalardan farq qilardi. Bolalar uyiga uni singlisi bilan olib kelishganda, qo'lida qora skripka futlari bor edi. Shunchalik qattiq ushlab olgandiki, tarbiyachilar zo'rg'a ajratishgan. Go'yo u skripkani qo'yib yuborsa, o'tmishi bilan oxirgi bog'ini ham uzib qo'yadigandek edi. Skripka oddiy edi, futlari ham shunaqa. Tarbiyachilar ichidan biror yozuv yoki ishora topishga harakat qilishdi, lekin foydasi bo'lmadi. Bilan usti kir edi, tanalarda esa chizilgan izlar bor edi. Shuning uchun ham tarbiyachilar bu bolalar ko'p narsani boshidan kechirgan deb o'ylashdi. Boshida, o'shanda atigi 6 yoshda edi, juda qo'rqoq bo'lib, xonasidan chiqmas, hech kim bilan gaplashmasdi. Har kuni derazada o'tirib, go'yo kimnidir kutgandek bo'lardi. Ota-onasi haqida so'rashganda esa u javob berolmasdi. Ota-onang senga yomonlik qilishganmi? Deb so'ragan edi tarbiyachi Nodira opa. Boshini chayqab qo'ygan, xolos. Unda bu siniqlaringchi? Deb yana so'radi u. Yelka qisdi. Hech kim tushuna olmadi. U rostdan ham eslolmaydimi yoki aytishni xohlamaydimi, noma'lum edi. Singlisi Malika 4 yoshda edi. U ko'p uxlar, uyg'onganda esa dan boshqa hech kimni yoniga yo'latmasdi. Uni o'zi qoshiq bilan ovqatlantirar, ota-onasidan eshitgandek ertaklar aytib berardi. Shunday qilib, oylar o'tdi. Tarbiyachilar endi bu bolalarni hech kim izlamaydi deb o'ylay boshlashdi. Lekin hammalari mehr qo'yishgan, ayniqsa kechqurun skripkasini olib, yurakni ezadigan chiroyli kuylar chalganida. Ayollar hayron qolishardi. Bu yosh bola qanday qilib bunday mohirona chaladi, deb. Ba'zida ular ko'z yoshlarini yashirincha artishardi, chunki ning musiqasi yurakni ezardi. Seni skripka chalishga kim o'rgatgan, bolam? Deb so'ragan bir kuni Nodira opa. Esimda yo'q, degan rostini aytib. U bolalar uyiga kelguncha bo'lgan hayotini umuman eslolmasdi. Ehtimol, o'tmishda juda og'ir narsalarni ko'rgan, shuning uchun miyasi u xotiralarni yopib qo'ygandir. Lekin skripka chalganda u tinchlanar, o'zini xavfsiz his qilardi. Vaqt o'tdi. Ulg'aydi, skripkasini yanada mohirona chala boshladi. U va singlisi tarbiyachilarga o'rganib qolishdi. Albatta, hammasi ham silliq ketmadi. Ba'zan u boshqa bolalar bilan tortishib qolardi. Ular uni tarbiyachilarning erkatoyi deb masxara qilishar, hasad qilishardi. Ba'zi paytlar hatto qo'rqitish uchun burchakka tiqishardi, lekin urushga jur'at etishmasdi. Tarbiyachilar ko'rib qolishardi. Esa jim yurardi. U bilardi, eng sodiq do'sti bu dunyoda faqat skripka edi. Ammo bir kuni bolalardan biri uning skripkasini o'g'irlab ketdi. Ana shunda o'ziga o'xshamagancha g'azabga mindi. Hech kim uni bunday ko'rmagan edi. U yostiqlarni uloqtirdi, stullarni ag'darib tashladi, baqirdi. Boshqalar qo'rqqanidan qochib ketishdi. Tarbiyachilar yugurib kelishdi. Ni tinchlantirishga urinishdi, lekin u hech kimni yaqinlashtirmasdi. Nihoyat u qichqirib yubordi. Mening skripkamni qaytaringlar. Shunda hamma nima bo'layotganini tushundi. Nodira opa uni tinchlantirib, qolganlardan o'g'rilarni topib kelishni so'radi. Ular topishdi, bolalarni koyishdi va skripkani qaytarishga majbur qilishdi. Qo'rqib ketgan bolalar skripkani zudlik bilan olib kelishdi. Shundan keyin hech kimga tegmay qo'ydi. Uning hayoti asta-sekin tinchlana boshladi. Lekin singlisi tez-tez uning oldiga yordam so'rab kelardi. Malika qizlar yashaydigan xonada alohida turardi, lekin uni ham ko'p masxara qilishardi. Bu unga juda og'ir botardi va u ich-ichidan bolalar uyidan qochib ketishni orzu qilardi. Lekin bunga qarshi edi. Tashqarida bizga hech kim kerak emas, derdi u sokin ohangda. Axir biz hali bolamiz. Biroz sabr qil, men 18 yoshga yetganimda mustaqil yashay olaman, ishlayman. O'shanda seni olib ketaman bu yerdan. Malika yiglab yuborardi. Ammo bunga hali 8 yil bor-ku. Men bunchalik kutolmayman. Uning sochlarini silab qo'yar, yumshoqlik bilan aytardi. Hech narsa bo'lmaydi, sabr qilamiz. Balki seni yaxshi odamlar asrab oladi. Faqat meni, dedi Malika cho'chib. Unda senchi? Yelka qisdi. Malika ko'zlari yoshga to'lib. Men ota-onamiz kelishini xohlayman, dedi.
Uni bagriga bosib, sekin shivirlardi. Men ham shuni xohlayman. Lekin yuragining tubida u bilardi, bu imkonsiz. Qayerdan bilishini bilmasdi, lekin shunchaki ichidan shunday sezardi. Yillar o'tgan sayin Malikaga bolalar uyidagi hayot tobora og'ir bo'lib borardi. Qizlar baribir uni qabul qilmasdi. Uning jingalak sochlari, burunidagi sepkillari, biroz nonoq yurishi ustidan kulishardi. Malika tobora ko'proq yig'laydigan bo'ldi. Kechalari uxlay olmas, ovqatga ham ishtahasi yo'qolib ketdi. Ko'p vaqtini hech kim topolmaydigan burchaklarda o'tkazar, sevimli yumshoq quyonchasi bilan o'ynar yoki kitob o'qirdi. Bir kuni erta tongda, Malika hali uxlayotgan paytida xonadosh qizlar derazani katta ochishdi, korpasini tortib olishdi va eski choyshabdan yasalgan arqon bilan uni karavotga bog'lab qo'yishdi. Malika sovuqdan uyg'ondi, lekin harakat qila olmadi. Ozod bo'lishga urindi, ammo tugunlar juda mahkam edi. Natijada u qattiq shamollab qoldi. Dastlab tarbiyachilar bunga unchalik e'tibor berishmadi. Shifokor chaqirishmadi, faqat boshqalardan ajratib, unga issiq choy va ot damlamalarni berishdi. Ammo holati yomonlashib bordi. Eng avval Nodira opa xavotirga tushdi va vrachni chaqirdi. Malikaga og'ir zotiljam, pnevmoniya tashxisi qo'yildi. Sovuq, stress va zaiflik o'z ta'sirini ko'rsatgan edi. Endi unga jiddiy davolanish kerak edi. Bu esa pul talab qilardi. Buni eshitib, juda qo'rqdi va dovdirab qoldi. U nima qilishni, qanday yordam berishni bilmasdi. Axir bu dunyoda unga eng yaqin bo'lgan yagona inson singlisi edi. Men pul topishim kerak deb o'ylardi u, lekin qanday qilib? O'sha payt har doimgidek tinchlanish uchun skripkasini oldi. Unga qarab turganida birdan go'yasi tugildi. Darhol Nodira opaning oldiga yugurib bordi va fikrini aytib berdi. Nodira opa uni diqqat bilan tingladi. Ha, bu ishni uyushtirish mumkin, dedi u o'ylanib. Lekin bunga ishonching komilmi? Axir ko'p odamlar bo'ladi, sen tayyormisan bunga? Boshini qat'iy qimirlatdi. Baribir urinaman. Hech nima qilmay o'tirgandan ko'ra bu yaxshiroq. Nodira opa rozi bo'ldi. U bolalar uyi direktorining oldiga kirib, hammasini tushuntirib berdi. Avvaliga direktorga bu g'oya yoqmadi, lekin Nodira opaning yumshoqligi va sabr bilan gapirgan so'zlari uni ishontirdi. Mayli, dedi direktor oxiri, lekin bir shart bilan, bola uchun butun mas'uliyatni o'zing olasan. Nodira opa boshini qimirlatdi. Albatta, men javobgarman, dedi qat'iy ohangda. Ertalab quyosh endi chiqayotgan paytda, Nodira opa bilan bolalar uyi eshigida to'liq tayyor holda turishardi. Eng yaxshi oq ko'ylagini, qora shimini kiygan, qo'lida esa sevimli skripkasining futliyari bor edi. Tayyor bo'ldingmi? Deb so'radi Nodira opa ro'molini tuzatib. Qat'iy bosh irgadi. Ular binodan chiqib, shahardan tashqaridagi bolalar uyidan vokzal tomon yo'l olishdi. Yo'l uzoq emasdi. Yo'lda ketayotib, ular bir-birlariga topishmoq aytishib, vaqtni chok o'tkazishdi. Keyin Nodira opa o'zining bolaligi haqida gapirib berdi. U ham bolalar uyida ulgayganini aytdi. Hayron qoldi, bunga ishona olmay qaradi. Demak, siz ham men kabi yetim bo'lgansiz. Ha, bolam, dedi u tabassum bilan. Bir zum jim qoldi, so'ng jilmayib dedi. Afsus, men kech tugilganman, bo'lmasa sizni o'zim asrab olardim. Nodira opa kulib yubordi, ammo bu so'zlar unga juda yoqdi. Men ham xursand bo'lardim, dedi u kulimsirab, lekin bu, afsuski, mumkin emas. Xo'rsinib qo'ydi. Ba'zan eng yaxshi odamlarning hayoti eng og'ir bo'ladi, dedi u sokin ohangda. Nodira opa boshini quyi solib, rozi bo'lib qo'ydi. Ular stansiyaga yetib kelishdi. Nodira opa poyezdga chipta oldi. Yo'l davomida derazadan tashqariga qarab jim o'tirardi. U ich-ichidan hayajonlanar, qo'lida skripka futliyarini yana bolaligiday qattiq siqib ushlab turardi. Toshkent markaziy vokzaliga yetib kelishgach, ular maydonga chiqishdi. Futliyarni ochib, skripkasini olib chala boshladi. Nodira opa esa qo'lida duppi bilan odamlar orasida yurib pul yegardi. Ko'pchilik to'xtab, bolakayning yurakni titratadigan kuylarni tinglardi. Birpasda duppi ichida mayda so'mlar, hatto banknotalar ham to'planib qoldi. 1,5-2 soatdan keyin duppi to'ldi. Bir marta dam olgan bo'lsa ham, charchab, och qolgan edi. Nodira opa unga imo qildi, yetar, tugatamiz, deganday. So'nggi kuyini chalmoqchi bo'ldi. U eng yoqtirgan, tinch va yumshoq kuyini tanladi va butun yuragi bilan chaldi. Ko'zlarini yumib chalayotgandi. Shu payt yonida 40 yoshlar atrofidagi bir erkak to'xtadi. Bo'yi baland, yelkalari keng, sochlarida biroz oq oralagan, jiddiy ko'zli erkak edi. Uning yuzida ham, nigohida ham qandaydir og'irlik bor edi.
Uga tikilib qarab turardi, go'yo bu kuy unga yoqmagandek, qovog'ini uygancha. Faqat chalishni tugatgach, uni payqadi. Bolaning yuragi hapriqib ketdi. Bu odam unga g'oyat tanishdek tuyuldi. Yo'q, bu imkonsiz-ku. Men butun umr bolalar uyida yashadim, deb o'yladi u. Bu kuyni qayerda o'rganding? Dedi erkak birdan sovuq ohangda. Seni bunga kim o'rgatdi? Seskanib ketdi. Nega bu odam u bilan bunday gapiryapti? Balki u og'irlangan kuy chalganmikan? Ammo yo'q, u bu kuyni bolaligidan bilardi. Faqat kim o'rgatganini eslolmasdi. Esimda yo'q, dedi u sekin, atrofga Nodira opani izlab qaradi. Nodira opa allaqachon ularga tomon yugurib kelayotgan edi. Kechirasiz, lekin siz bu bola bilan bunday gaplashishga haqli emassiz, dedi u keskin ohangda. Bola, dedi erkak ajablanib, Nodira opaning qo'lidagi duppiga va ichidagi pullarga qarab. Demak, bu bola. Men bolalar uyida yashayman, dedi uning gapini bo'lib. Erkak boshini chayqab, yuragini ushlab oldi. Ammo sen xuddi, deb to'xtab qoldi. Sozini tugatolmadi, go'yo kuchi yetmagandek. Kimga o'xshayman? so'radi. Kimga? Lekin erkak javob bermadi. Nodira opa hech narsa demay, qo'lidan ushlab kassalar tomon olib ketdi. Qarshilik ko'rsatdi. Nodira opa, u odam mening ota-onamni biladiganga o'xshaydi. Aytdi-ku, kimdadir o'xshayapsan deb. Uni so'rashimiz kerak. Lekin Nodira opa qat'iy edi. Yo'q, bu odam galati, shubhali. Eshitding-ku, u senga qanday baqirdi? Balki u telba, balki ko'zi oldiga narsalar keladi. Biz begonalarga ishonolmaymiz. Men senga javobgarman. Shunday deb, u bosh kassani ko'rib, tezda 2 chipta oldi. Bir necha daqiqadan so'ng ular platformaga chiqishdi. Yaxshiyamki, poyezd 5 daqiqada ketar edi. Ular vagon ichiga o'tirishdi. Nodira opa yigilgan pullarni sumkasiga joyladi. Esa skripkasining futliyarini mahkam quchoqlab oldi. Mana endi malikaga dori-darmon olish mumkin, deb o'yladi Nodira opa yengil tortib. Ammo uning xayoli boshqa joyda edi. U vokzalda ko'rgan erkakni o'ylardi. U endi qat'iy ishonardi. U odamni ilgari ko'rgan, lekin qayerda eslay olmasdi. Oradan bir hafta o'tib, Malika sog'ayib ketdi. Uni bolalar uyiga qaytarishdi. Tarbiyachilar qizlar unga yomon muomala qilganini bilib qolishdi va uni boshqa qavatdagi xonaga ko'chirishdi. Bu safar u Nihora ismli kamgap, lekin quvnoq qiz bilan bir xonaga tushdi. Malika tezda u bilan do'stlashdi. Bu xabarni eshitib juda xursand bo'ldi. Ammo u hali ham o'sha erkak haqida o'ylardi. Yuragidagi tinchlik yo'qoldi. U o'zini aybdor his qildi, go'yo o'z o'tmishi haqida bilish imkonini boy bergandek. Lekin u hali bilmasdi, bu tashvishlar bejiz emas edi. Bir kuni tushlikdan keyingi dam olish paytida Nodira opaning xonasining eshigini taqillatdi. Seni direktorga chaqirishyapti, dedi u. Xonadagilar hayron bo'lib bir-biriga qarashdi. Uni, direktorga, nima qilib qo'ydi o'zi? Dedi kimdir pichirlab. Qo'ysangchi, dedi boshqasi kulimsirab, u juda tartibli bola. Balki direktorga skripkasini chalsin, deb kerakdir. Shunda orqa tomondan yana kimdir qichqirib yubordi. Asbobingni olib ket, skripkachi. Bolalar kulishdi, ba'zilari hazil bilan konsertga ketayapti, deb ovoza qilishdi. Esa jim o'rnidan turdi va eshikka yo'l oldi. Ularga e'tibor berma, dedi Nodira opa sokin ovozda. Bosh irgab chiqib ketdi. Lekin endi u ham ozicha xavotirda edi. Nega meni direktor chaqirdi? Nima bo'ldi? Xonaga kirgach, darhol ko'rdi. Direktor opa yolg'iz emas edi. Yonidagi kresloda bir mehmon o'tirardi. Mehmonning yuzini ko'rgan zahoti yuragi gup etdi. Bu o'sha vokzaldagi erkak edi. U dovdirab qoldi. Qayerga qarashni, nima deyishni bilmay qoldi. Marhamat, o'tir, dedi direktor opa yumshoq ohangda. Devor yonidagi charm divanga sekin o'tirdi. Tizzalari titrardi, yuragi esa go'yo ko'kragidan chiqib ketayotgandek urardi. U nimadandir ayblanishidan qo'rqdi. Axir o'sha jiddiy erkak bu yerga bekorga kelmagan bo'lsa kerak-ku. Ammo direktor opaning yuzida gazab yoki sovuqlik yo'q edi. Aksincha, u tabassum qilardi, ko'zlari esa mehr bilan jilvalanardi. Tanishib ol, bu Rahimjon aka, dedi u xursand ohangda. U taniqli musiqachi, shuningdek, shahrimizdagi hurmatli ustozlardan biri. U seni asrab olmoqchi. Eshitganlariga ishonolmadi. Ko'zlari katta ochilib, goh direktor opaga, goh Rahimjon akaga qaradi. Ammo, singlimchi, dedi u titroq ovozda. Men o'zimga so'z berganman, uni bu yerda hech qachon yolg'iz qoldirmayman. Direktor opa unga mehr bilan qarab tabassum qildi. U haqida ham o'yladik.
Rahimjon aka sizni ikkala farzand sifatida birga olib ketmoqchi. Yuragidagi yuk birdan yengillashdi. U Rahimjon akaga qayta qaradi. U hali ham o'sha jiddiy nigoh bilan tikilib turardi. Lekin, nega aynan biz? Deb so'radi ehtiyot bilan. Rahimjon aka bir zum jim qoldi. Nigohi uzoqqa, go'yo o'tgan kunlarga qadaldi. So'ng sekin dedi. Chunki sening chalingan kuy menga yoqdi. Uning so'zlariga ishondi. Ammo yuragining bir chekkasida shubha uyg'ondi. U aniq sezardi, Rahimjon akaning bu gaplar ortida qandaydir sir bor edi. Oradan bir hafta o'tib, bilan Malika eng yaxshi kiyimlarini kiyib, bolalar uyi darvozasi oldida ikki kichkina sumka bilan turishardi. Sumkalarda ularning boryo'gi ozgina kiyim-kechagi va shaxsiy buyumlari bor edi. Soat 9da Rahimjon aka haydovchisi bilan kelib to'xtadi. U orqa eshikni ochib, bolalarga mashinaga o'tirmoqni taklif qildi. Sumkalarni esa og'zi engilgina ko'tarib, yukxona tomon joylashtirdi. Mashina sekin yurib ketdi, orqada bolalar uyi tobora uzoqlashardi. Bilan Malika oynadan tashqariga qarab, yuraklarida galati tuyg'u, quvonch bilan qo'rquv aralash hissiyot sezishardi. Ularni oldinda nima kutayotganini hech biri bilmasdi. Malika hali Rahimjon akani ko'rmagan edi, lekin ning gaplaridan uning jiddiy va unchalik iliq bo'lmagan odamligini tushungan edi. Shuning uchun ichidan qo'rqardi. Uyingiz qorong'i, sovuq joy bo'lmasmikan, deb o'ylardi. Bundan tashqari Malika endigina dugona topgandi. Endi esa uni tark etishiga to'g'ri kelayotganidan yuragi ezilardi. U o'zicha agar Rahimjon aka ruxsat bersa, albatta Nigoraning oldiga boraman deb o'ziga so'z berdi. Qizcha yumshoq quyonchasini bagriga bosib, tinmay xo'rsinardi. Yo'l 2 soatcha davom etdi. Nihoyat mashina Toshkentdagi bir mahallada baland devor ortidagi katta 2 qavatli tosh uy oldida to'xtadi. Uy sal sovuq, jiddiy ko'rinardi. Malika bunga qarab seskanib ketdi. Men mashinadan tushmayman, dedi u sekin ovozda. Balki qaytaylik. U yerda bo'lsa ham hammasi tanish edi. Uni yupatmoqchi bo'ldi, lekin o'zi ham yuragidan ishonmasdi. Bu uyda baxtli bo'lamizmi, yo'qmi, bilmasdi. Ular qo'l ushlashib hovliga kirdilar. Eshik ochilib, ularni bir ayol, uy xizmatchisi kutib oldi. U bolalarni mehmonxonaga boshlab kirdi. Ko'zlariga ishonmadi. U yerda ulkan royal turardi. Xuddi tushimdagi kabi, deb o'yladi u hayrat bilan. Faqat royal oq emas, qora edi. Bolalar atrofga qarab, hayratdan toyishmasdi. Devorlardagi o'zbekcha gilamlar, oymakor yog'och mebellar, divanlarda ipak suzani. Hammasi go'zal, hashamatli edi. Shu orada xizmatchi ayol ularni xonalariga olib chiqdi. Bog tomonga qaragan katta xona berildi. Malikaga esa to'klar tomonga qaragan, biroz kichikroq, lekin yorug' va chiroyli xona. Haydovchi hozir sumkalaringizni olib chiqadi, dedi ayol. Shularni joyiga qo'yinglar, keyin oshxonaga tushinglar. Sizlarga ovqat tayyorlayman. Bolalar bosh irgashdi. Aytgancha meni Maryam opa deb chaqiringlar, dedi u. Rahimjon aka safarda bo'ladi, men sizlarga qarayman. Nima kerak bo'lsa, bemalol menga aytinglar. Bolalar jim qoldilar. Ning miyasi savollarga tolib ketgan edi, lekin so'rashga jur'at etmadi. U ozgina narsalarni joyiga qo'ydi. Skripka futliyarini devor yonidagi stulga qo'yib, pastga tushdi. Malika hali chiqmagandi. U doim shoshilmas, sekin harakat qilardi. Oshxonaga kirganida u yerda yana bir qizni ko'rdi. Uning yoshi Nikiga teng yoki bir oz kichik edi. Sochlari to'g'ri, qongir tusda, old tomondan yengil qirqilgan, peshonasiga tushib turardi. Ko'zlari esa kulrang, aynan Rahimjon akanikiga o'xshardi. Maryam opa dasturxon yozayotgan edi. Non, uzum, quritilgan orik, hammasi chiroyli terilgan. Uni ko'rib jilmaydi. Bolalar, tanishinglar. Bu Dilnoza, Rahimjon akaning qizi. Bu esa u endi uning o'g'li. Demak, biz endi aka-singilmiz. Hayron bo'lib so'radi. Dilnoza sekin bosh irgadi. Uga pastdan qarab, uni diqqat bilan kuzatdi, go'yo ishonish yo'qligini bilolmay. Qizcha hali yangi holatga o'rganmagan, birdan ikkita yangi aka va singil paydo bo'lgandi-ku. Ammo Malikani ko'rgach, Dilnozaning yuzida ozgina tabassum paydo bo'ldi. Malika unga hayrat bilan qarab, yuragida umid uyg'ondi. Balki bu yerda dugona toparman, deb o'yladi. Lekin Dilnoza jim edi, Malika esa suhbatni boshlashga qo'rqdi. Uchovlon jimlikda ovqatlana boshlashdi. Oylardi, Maryam opaning ovqatlari bolalar uydagilarnikidan 1000 marta mazaliroq. Dasturxonda mazali palov, achchiq-chuchuk salat va iliq choy bilan non bor edi. Hatto Malika ham hammasini yeb oldi. Bu uning uchun kam uchraydigan holat edi.
Lekin Dilnoza nonni ham ushlamadi. Ovqat bilan o'ynab, so'ng jimgina o'rnidan turib chiqib ketdi. Maryam opa uning ortidan xo'rsinib qaradi. Har doim shunaqa, dedi sekin. E'tibor bermanglar. U deyarli gapirmaydi, ovqatni ham kam yeydi. Onasi u 5 yoshida vafot etgan. Shu deyish bilan Maryam opa Dilnozaning yeganmas ovqatini olib, axlatga tashladi. Bunga hayron bo'ldi. Malika nimanidir so'ramoqchi edi. Shu payt mehmonxona tomondan musiqa sadosi eshitildi. Kimdir royalda chalardi. Kim chalayapti? Dedi hayrat bilan. Kuy juda chiroyli edi va eng qizigi unga tanish. Bu o'sha kuy edi. U o'zi skripkada chalgan. Bu albatta Dilnoza, dedi Maryam opa. U 4 yoshidan royal chaladi. Endi u haqiqiy iqtidorli musiqachi. Juda chiroyli, dedi sekin. Malika esa bosh irgab qo'ydi. Bolalar oshxonadan chiqib mehmonxona tomon yurishdi. Dilnoza ularni sezmasdi, ko'zlari yumilgancha chalardi. Bu shuni anglatardiki, u kuyini yoddan chalayotgan edi. Uning mahoratidan hayratda qoldi. Bir lahza tasavvur qildi. Ular shu kuyini birga ijro etishsa qanday bo'lar edi. Ammo keyin u o'zini tuta olmay ichida pichirladi. U boy odamning qizi, men esa bolalar uyidagi yetim. Shu oy bilan u jim mehmonxonadan chiqdi. Malika ham ergashdi. Kechqurun Maryam opa uning eshigini taqillatdi. Rahimjon aka seni kutyapti, dedi u. Nimagadir skripkasini oldi va pastga tushdi. Rahimjon aka deraza yonida kresloda o'tirgan edi. U bolani ko'rib yonidagi stulga ishora qildi. O'tirdi, skripkasini tizzasiga qo'ydi. Aytsangchi, bolam, sen bolaligingdan nimanidir eslaysanmi? Deb so'radi Rahimjon aka. Boshini chayqadi. Yo'q, men bolalar uyiga kelgunga qadar hech narsani eslolmayman. Seni skripkada chalishga kim o'rgatganini ham eslolmaysanmi? Yana bosh irgadi. Uning ko'zlari tiniq edi, ichida umid bilan qarardi. Ehtimol, u menga 60imni aytar. Lekin Rahimjon aka jim bo'ldi, faqat qoshini chimirib oldi. Faqat bir narsani eslayman, dedi ehtiyot bilan. Devorlarda rasmlar osigliq bo'lgan katta uy va oq royal. Rahimjon aka to'satdan seskanib ketdi, hatto chuqur nafas oldi. Buni ko'rib yuragi tez ura boshladi. Nahot bu o'sha uy? Nahot bu tushim emas? Ammo Rahimjon aka tezda o'zini tutdi. Vokzaldagi o'sha kuyni chal, dedi u xotirjam ohangda. Skripkasini olib chalishni boshladi. Bu payt Dilnoza eshik oldida turib uni kuzatardi. U jim edi, lekin ko'zlarida qandaydir hissiyot chaqnardi. Hayratmi, alammi, yo mehrmi, bilib bo'lmasdi. Chalgani tugagach, Rahimjon aka dedi. Dilnoza, bu endi sening akang. Siz tanishdinglarmi? Qiz yaqinlashdi va bosh irgadi. Men sizdan ikkita narsani xohlayman, dedi Rahimjon aka. Birgalikda chalishni boshlaysizlar. Bahorgi iste'dodlar tanlovida qatnashasizlar. Men ishonaman, siz g'olib bo'lasizlar. Shu tariqaning orzusi ro'yobga chiqdi. Endi u har kuni Dilnoza bilan birga repetitsiya qilardi. Rahimjon aka ularni tinglab o'tirar, kamdan-kam hollarda izoh berardi. Ammo ularning dueti unga yoqar edi. Faqat Dilnoza repetitsiyadan so'ng darrov chiqib ketardi, yo xonasiga, yo bokka. Unga bir ogiz so'z aytolmasdi. Ba'zan o'ylardi, balki u umuman gapirmaydimi. Ammo 1-2 marta Maryam opaga sekin javob qaytarganini eshitgandi. Malikaga Rahimjon akaning uyida juda zerikarli edi. U dugona orttirishni juda xohlardi. Har kuni akasidan so'rardi. Sen hali Dilnoza bilan do'stlashdingmi? Ammo har safar boshini chayqab qo'yar, yo'q deb jimgina javob berardi. Bir kuni u hovliga chiqib sayr qilayotganda Dilnozani ko'rib qoldi. Qizcha hovuz yonida o'tirib, ichidagi katta-katta baliqlarga yem tashlayotgan edi. Yaqinlashdi. Salom, dedi u muloyim ohangda. Dilnoza cho'chib tushdi. U atrofda hech kim yo'q deb o'ylagan edi. So'ng peshonasiga tushgan soch orasidan qarab bosh irgadi. Sen ularni har kuni ovqatlantirasanmi? Deb so'radi. Qiz yana boshini qimirlatdi. Juda yoqimli baliqlar ekan, dedi, uning yoniga cho'kkalab. Ana o'sha eng kattasi, mening sevimlim, dedi Dilnoza birdan hovuzdagi eng semiz baliqni ko'rsatib. Uning ismi Bolta. Kulib yubordi. Salom, Bolta, dedi u hazil ohangda. Dilnoza unga qaradi, lablarida yengilgina tabassum paydo bo'ldi. Boshqalarning ham ismlari bormi? So'radi. Dilnoza har bir baliqqa navbati bilan nom ayta boshladi. Voy, ajoyib-ku. Qanday qilib ularni adashtirmaysan? Dedi hayrat bilan. Qiz esa faqat yelka qisdi, xolos. Ular ancha vaqt hovuz yonida o'tirishdi. Keyin, xohlaysanmi bir o'yin o'ynaymiz, dedi. Dilnoza ozgina o'ylanib bosh irgadi.
Ular tograqaychi qog'oz, soz o'yinlari, keyin esa bog'dagi anor va orik daraxtlari orasida bekinmachoq o'ynashdi. Bilardi, hozir malikani chaqirgandi. U ham xursand bo'lib qoshilardi. Ammo ichida his qilardi, hozircha bu erta. Dilnoza hali unga to'liq ishonmagan. Avval do'stlashib olsin, keyin singlisini tanishtiradi. Shunday qilib, ular asta-sekin yaqinlashib, do'stlashib olishdi. Ertasi kuni ham bog'da o'yin o'ynashdi. Shunchalik xursand ediki, Maryam opa ularni ovqatga chaqira olmay qoldi. Kunlar o'tdi, bolalar Rahimjon akaning uyidagi yangi hayotga o'rganib ketishdi. Endi ular birga bog'da o'ynashar, yomg'ir yoqqanda esa uyda turli o'yinlar o'ynashardi. Maryam opa tayyorlagan taomlar esa har safar bayramdek bo'lardi. Samosa, lagmon, manti, sho'rva. Kechqurun esa bilan Dilnoza Rahimjon aka rahbarligida repetitsiya qilishardi. Nihoyat tanlov kuni ham yetib keldi. Bolalar mashinada shahar tomon ketayotganlarida ikkalasi ham juda hayajonda edi. Tizzalarining qanday dir-dir titrayotganini sezardi. Dilnozaning yurak urishi esa shu qadar kuchli ediki, go'yo u ovozni o'zi eshitayotgandek tuyulardi. Ular Toshkent markazidagi chiroyli binoga yetib kelishdi. Odamlar ko'p, zal to'lib toshgan edi. Rahimjon aka ularni olomon orasidan olib o'tmay, xizmat kirish eshigidan ichkariga kiritdi. Uzoq yo'laklardan o'tib, ular yuqoriga chiqishdi va kichkina foye, kutish joyiga yetishdi. Bu yerda allaqachon chiroyli kiyingan bolalar turishardi. Atrofga qarab, ba'zilar skripka futliyarini qo'lida ushlab turganini ko'rdi. U o'z skripkasini shu qadar qattiq siqib ushlab turgandiki, barmoqlari oqarib ketgan edi. Rahimjon aka unga erkaklar xonasini ko'rsatdi, Dilnozani esa qizlar xonasiga olib bordi. Kiyimlarni tekshirib, ko'zgu qarshisida to'xtadi. Sochlari tartibda, oq ko'ylagi silliq, galstukchasi joyida, hammasi yaxshi. U chuqur nafas olib tashqariga chiqdi. Dilnoza hali chiqqancha yo'q edi. Bir oz o'tgach, u paydo bo'ldi, esa hayratdan lol qoldi. Dilnoza oppoq va kumush rangda yaltiraydigan libosda edi. Sochida esa yulduz shaklidagi jimjimador toshli taqinchoq porlab turardi. Juda chiroyli ko'rinyapsan, dedi sekin, ko'zini olib qocholmay. Dilnoza esa qizarib ketdi. Shunda tanlov boshlandi. Bolalarni birma-bir sahnaga chaqirishardi. Boshqalar navbatini kutar, pichirlashib, o'z hislarini bo'lishardi. Faqat bilan Dilnoza jim edi. Qizning titrayotganini sezdi, shuning uchun u yoniga yaqinlashib, uning qo'lini ushladi. Dilnoza unga minnatdor nigoh bilan qaradi, lekin hech narsa demadi. Ular shu holatda, qo'l ushlashgancha, sahnaga chaqirilguncha turishdi. Dilnozani qo'lidan yetaklab chiqdi. Oldinda faqat yorqin sahna chiroqlari va o'rindiqlarda to'la odamlar. Ammo bu safar hayajonni his etmadi. U esladi, u allaqachon ko'p odamlar oldida chalgan, vokzaldagi butun maydon uni tinglagandi. Endi u ishonch bilan skripkasini olib sahna markaziga chiqdi. Ular sahnaga joylashdi. Dilnoza oppoq royal oldida o'tirdi, esa yonida turdi. Bir lahzadan so'ng kuy boshlandi. Dilnozaning nozik barmoqlari klavishlarga tegdi, esa unga qo'shilib chaldi. Ularning musiqasi yurakni titratardi. Zalda o'tirganlar go'yo orzular olamiga kirib ketishdi. Esa musiqada yo'qoldi. U endi faqat skripkasi va ohang edi. Ammo birdan u qandaydir turtkini his qildi. Avvaliga e'tibor bermadi, lekin keyin yana sezdi, musiqa buzildi. Ohang to'satdan qoqilib, galati tovush chiqdi. Zaldan past ovozda degan hayrat eshitildi. Boshini ko'tardi. Dilnoza xato qilgan edi. 2 marta noto'g'ri tugmani bosgan. Bu fojia emasdi, lekin musiqaning sehrini bir zumda buzdi. Orqaga qarashni xohladi, ammo to'xtamadi, davom etdi. U kuyini oxirigacha chaldi, so'ng boshini egib ta'zim qildi. Zal qo'l chaldi, lekin bu kuchli olqish emasdi. Sekin orqasiga qaradi. Dilnoza royalda jim o'tirgan, boshini past solgan edi. U yoniga borib, qo'lidan ushladi. Hech narsa bo'lmadi, Dilnoza, dedi u past ovozda. Sen baribir juda chiroyli chalading. Dilnoza ko'z yoshlarini yashira olmadi, faqat bosh irgadi. So'ng o'rnidan turib, sekin ta'zim qildi va sahnadan chiqib ketdi. Oppoq libosining etaklari endi ilgarigiday yaltiramay, osilib tushgan edi. Ketaylik, dedi u jimgina zalga qaytganlarida. Natijalarni kutmaymizmi? So'radi. Dilnoza faqat boshini chayqadi. Ular qo'l ushlashib mashinaga qarab yo'l olishdi. Rahimjon aka ularni allaqachon kutib o'tirgan edi. Nigohi sovuq, qattiq edi. Mashina ichiga kirishlari bilanoq u keskin so'radi. Nima bo'ldi, Dilnoza? Dilnoza jim. Bu faqat kichkina xato edi, dedi qizni himoya qilib.
Hamma ham adashadi. Rahimjon aka qattiq ohangda javob berdi. Mening qizim bunday xato qilmasligi kerak edi. Biz har kecha shunchalik mashq qildik, bekorga ekanmi? Bu Dilnozaning aybi emas, dedi yana. Rahimjon aka qattiq tikilib, men sendan fikr so'raganmanmi? Dedi sovuq ovozda. Hamma jim bo'lib qoldi. Dilnoza o'rindigiga chokib boshini egdi. Mashina ichida faqat motorday ovoz eshitilardi. Uyga qaytgach, Dilnoza hech kimga qaramay xonasiga yugurib chiqib ketdi. Shundan keyin uydagi muhit o'zgardi. Rahimjon aka endi faqat bilan shug'ullanardi. Royal jim turar, chang bosib borardi. Kechki ovqatda u qiziga hatto qarab ham qo'ymas, faqat va Malika bilan gaplashardi. Dilnoza esa yanada jim bo'lib qoldi. Deyarli xonasidan chiqmas, hech kim bilan o'ynamasdi. Esa yuragida bezoftalik sezardi. U Dilnozaning holidan xavotirda edi, lekin yordam berishga ojiz edi. Go'yo qiz bir zumda dunyodan yuz o'girgan, ich-ichidan sonib borayotgandek edi. Bir kuni erta tongda qichqiriqlar uyg'otdi. U darhol o'rnidan sakrab turdi va eshikni ochdi. Koridordan Maryam opaning vahimali ovozi eshitildi. Dilnoza yo'qoldi, deb baqirardi u. Yuragi hapriqib qizlar xonasiga yugurdi. Ichkarida Maryam opa edi. U qo'li bilan chiroyli yigilgan karavotga ishora qilardi. Yonida esa Rahimjon aka jim turardi. U qizining toshaga qarab qotib qolgan, nima qilishni bilmasdi. Bir zum o'ylanib ham o'tirmadi, tashqariga yugurdi. Nimadir ich-ichidan unga shivirladi. U bog'da bo'lishi mumkin. U hovliga otilib chiqdi, hovuz tomon yugurdi. O'sha joyga, ular birinchi marta do'stlashgan joyga. U hali yetib bormay suvdan chiqayotgan mayin shovqinni eshitdi. Yanada tezroq chopdi. Hovuzga yaqinlashganda suv yuzida nimadir harakatlanayotganini ko'rdi. Bu Dilnozaning sochlari edi. Toqchigarrang to'lqinlar orasida yaltiroqlanardi. So'ng oppoq qo'llari suv ostidan ko'rindi. Bir soniya ham o'ylamadi. U suvga sakrab tushdi. U suza olarmidi, bilmasdi, lekin bu paytda buni o'ylashga vaqti yo'q edi. Suv tagida u Dilnozani ko'rdi. Qizcha harakatsiz edi. Uni belidan quchoqlab, butun kuchi bilan yuqoriga suzdi. Shu payt kattalar ham yugurib kelishdi. Ular bolalarni suvdan chiqishga yordam berishdi. Maryam opa Dilnozani ehtiyotlik bilan maysaga yotqizdi. Qiz yotala boshladi. Suvni chiqarib tashlab, nihoyat nafas oldi. Rahimjon aka qizining yoniga chokdi, boshini egib, yuzini ushladi. Bir tomchi yosh uning yuzidan sirgalib tushdi. Endi hammasi joyida bo'ladi, deb tinchlantirar edi Maryam opa, o'zi ham larzaga tushgan holda. U qo'lini yuragiga qo'yib, chuqur nafas oldi, go'yo suv tagidan o'zi chiqib kelganday. Malika ham u yerda edi. U uzoqroqda turib, jimjim yiglardi. Baxtga qarshi Dilnoza tezda o'ziga keldi. Ertasi kuniyoq u ancha yaxshilanib qoldi. Rahimjon aka qizining yonidan ketmadi, har daqiqa uning holidan xabar olib turdi. U nihoyat qizidan kechirim so'radi. Men adashdim, Dilnoza, dedi u muloyim ohangda. Men musiqani sizlardan muhimroq qo'ydim. Endi hech qachon bunday qilmayman. Dilnoza tinchgina jilmaydi. Ammo uning ko'zlarida hali ham ozgina qo'rquv, ozgina gam sezilardi. Ichida umid bilan qaradi, hammasi o'tib ketadi. U yana kuladi, yana biz bilan o'ynaydi. Oradan kunlar o'tdi. Bir kuni u pastdan pianino tovushlarini eshitdi. U darhol tushundi, bu Dilnoza. U pastga tushib mehmonxonaga kirdi. Dilnoza royalda o'tirib muloyim, yorug' kuy chalayotgan edi. Uni ko'rib yengilgina jilmaydi. Uy yana avvalgiday bo'lib qoldi. Hamma narsa o'z holiga qaytganday. Havoda yana musiqa yangraydi, bolalar kuladi. Maryam opa oshxonada non hidi bilan band. Va yuragida his qildi. Bu safar, nihoyat, ularning uyi haqiqatan ham uyga aylangan edi. Ammo uni hali ham bir narsa tinch qo'ymasdi. U va Malikaning o'tmishi, ularning kimligi, ota-onalari, hammasi sir bo'lib qolayotgandi. Bir kuni kechqurun Rahimjon aka mehmonxonada kitob o'qib o'tirgan paytida yuragidagi savollarni yashira olmadi. U asta yaqinlashdi. Nimadir so'ramoqchimisan, o'g'lim? Dedi Rahimjon aka kitobni yopiqlab. Bir zum jim turdi, keyin qat'iy ohangda gap boshladi. Men o'tmishim haqida bilishni xohlayman va men sezayapman, siz nimanidir bilasiz. Rahimjon aka ko'zoynagini yechib chuqur nafas oldi. Ha, bilaman, dedi u sokin ohangda. Lekin bilmayman, bu haqiqatni eshitishga tayyormisan? Tayyor, dedi qat'iylik bilan. Men bilishim kerak. Meni ham, Malikani ham. Rahimjon aka kitobni va ko'zoynagini stolga qo'ydi, ko'zlarini uzoqqa qadadi. Xo'sh, unda eshit. Onang mening shogirdim bo'lgan, dedi u sekin. Rostdanmi? Dedi hayrat bilan.
Rahimjon aka bosh irgadi. Kozlari xira tortdi, go'yo u uzoq o'tmishdagi xotiralar orasida kezayotgandek. O'sha paytda men 30 yoshlar atrofida edim. Musiqa dars berardim. Bir kuni u kirib keldi. Ismi Tarmen edi. Uni birinchi ko'rganimda yuragimda nimadir qimirlagandek bo'ldi. U juda nafis ayol edi. Uzun qizg'iy sochlari, moviy ko'zlari. Xuddi senday. Albatta men unga hech qachon tuyg'ularimni ayta olmadim. Bu noto'g'ri bo'lardi. U skripka chalishni o'rganardi va juda iqtidorli edi. Oradan bir yil o'tmay, oz kuylari paydo bo'ldi. Sehrli, yurakni eritadigan. Har kuni men unga ko'proq bog'lanardim. Uni konsertlarga taklif qilardim, Navoiy teatriga olib borardim, hatto birgalikda Samarqand va Buxoroga borganmiz. Lekin u doimo orani saqlardi. U uchun men shunchaki o'qituvchi va yaxshi suhbatdosh edim. Keyin u otang bilan tanishdi. U toshkentlik boy tadbirkor edi, katta toqimachilik korxonasiga ega. Ular bir-birlarini sevib qolishdi. O'sha sen orzu qilgan uy, devorlarda gilamlar, oppoq royal, ularning uyi edi. Demak, bu uy chinakamiga bor. Bu tush emasmi? So'radi past ovozda. Ha, o'sha uy haqiqatan ham bor va sen uni eslagansan, dedi Rahimjon aka. U biroz jim bo'lib, so'ng davom etdi. Rostini aytsam, men uchun bu og'ir edi. Ularni birga ko'rib, Tarmenning yuzida baxt ko'rish shu paytda yuragimni siqib yuborardi. Lekin men bilardim, ularning muhabbati samimiy edi. Shuning uchun orqaga chekindim. Keyin men ham turmush qurdim. Dilnozaning onasiga uylanganman. Bir yil o'tib, Tarmen turmush qurdi. Keyin sen tug'ilding. U 3 yoshingda senga skripka chalishni o'rgata boshlagan. Senga og'ir bo'lgan, lekin onang sabrli ayol edi. Natijada sen ham musiqani yuraging bilan his qila boshlagansan. Keyin Malika tug'ilgan. Tarmen uchun hayot mukammal tuyulgan. Rahimjon aka chuqur xo'rsindi. Yuragida sovuq narsa sezdi. Bu so'zlar undan oldinda bir fojiaga ishora berayotgandek edi. Ular qayerda hozir? Dedi u titroq ovozda. Ular, endi yo'q o'g'lim, dedi Rahimjon aka past ovozda. Avtohalokat, Chimyon yo'lida. Ularning mashinasi jarlikka tushgan. Faqat siz ikkita tirik qolgansizlar. Jim qoldi. Yuragi gupillab urar, quloqlarida qonni his qildi. Ular yo'q, ota-onam yo'q. Faqat shu fikr aylanardi boshida. Shunaqa, dedi Rahimjon aka og'ir xo'rsinib. Aftidan, bu fojia senga shunchalik zarba berganki, xotirang hammasini o'chirib tashlagan. Ning yuzidan ko'z yoshi sirgalib tushdi. Rahimjon aka qo'lini uning yelkasiga qo'ydi. Ular ajoyib insonlar edi, o'g'lim. Men Tarmenni hech qachon unutmadim. U bilan birga mening bir bolagim ham ketdi. U bir zum jim bo'lib, so'ng dedi. Keyin eshitdim, siz topilmagansizlar. Hech kim qarovsiz bolalar haqida bilmasdi. Sizning qarindoshlaringiz ham yo'q edi. Shunda bir kuni men vokzalda tanish kuy eshitdim. Tarmenning kuyi edi. Uning eng sevimli asari. Men darhol tanidim, bu sen eding. Avvaliga ishonmadim. O'sha ondayoq tushundim. Bu Tarmenning o'g'li bo'lishing kerak. Men seni tanib ichimda nimadir uyg'ondi. Shunda qaror qildim, seni o'zimga olaman, o'g'lim sifatida. Rahimjon aka og'ir nafas oldi. Kechir meni, buni senga oldin aytolmadim. Men seni yana jarohatlab qo'yishdan qo'rqdim. Boshini ko'tardi va sokin dedi. Hech narsa emas, aka. Har narsa o'z vaqtida bo'ladi. Oradan kechalar o'tdi. Endi yotishdan oldin ota-onasini eslardi. Ularni tasavvur qilib, yuzlarini yodda saqlashga harakat qilardi. Bir kuni Rahimjon aka unga kichkina surat olib keldi. Rasmda yosh, chiroyli ayol, qizil libosda, yonida esa jingalak sochli, mehrli tabassumli erkak turardi. Erkakning ko'zlari xuddi nikidek edi. Suratni sekinlik bilan daftarning orasiga joyladi va o'sha payt ozicha pichirladi. Men bu suratni Malika kattaroq bo'lganda unga ko'rsataman. Rahimjon aka bilan o'rtasidagi o'sha suhbatdan keyin uydagi muhit butunlay o'zgardi. His qildi, endi bu uy iliqroq, mehrliroq bo'lib qolgan edi. Endi har kecha butun oila bir joyga yigilardi. Ular suhbatlashishar, yangiliklarni aytishar, kulishar edi. Ba'zida nard yoki shaxmat o'ynashar, crossword yechishar, ba'zida esa kitobni navbat bilan ovoz chiqarib o'qishardi. Ammo eng yoqimli paytlar bu bilan Dilnozaning musiqiy kechalari edi. Ular duet qilib, skripka va royal chalishardi. Rahimjon aka, Malika va Maryam opa esa har safar ularning eng sadoqatli tinglovchilari bo'lishardi. Uy endi nafaqat musiqa, balki mehr va baxt bilan to'lib toshgan edi.